sog'lom odam inson hayotga bir chiroyli ko'z bilan qaray oladi. Yuqorida fikrlarga qo'shilgan holda o'sha oliy ta'lim yoki ta'lim sohasidagi olib borayotgan ishlarda bu donorlik masalalarini targ'ib qilish masalasida buni oilada shakllantirish ham juda ham foydali. Chunki farzandi nima iste'mol qilayotganligiga ota-ona ham mas'uliyatli bo'ladi. Donorlik avvalambor mas'uliyat. Chunki qonining tozaligi, uning haqiqatan donorlikka arziydigan darajada bo'lishligi uchun inson o'zini mas'uliyati oshiradi. Yuqoridagi donor faxriy akalarimiz to'g'ri fikr berdilar, chunki iste'mol qilayotgan mahsulotga ham e'tibor ko'payadi. Shunga ham demak, ovqatiga ham ahamiyat beradimi? Spirtli ichimlik iste'mol qilmasligi bo'ladi yoki organizmga ziyon beradigan yoki noxolis ta'sir qiladigan iste'mol qilinadigan mahsulotlardan ham tiyiladi. Sog'ligiga ko'proq e'tibor qaratadi va bundan tashqari o'sha donorlik qiladiganlarda ichki hissiyot, xursandchilik, qanaqadir faxr hissi ham insonga yaxshi ta'sir qiladi. Shuning uchun ham bu narsani aytmoqchi bo'lganim sababi yaqinda o'zimda shunday bo'ldi, qarindoshimga qon berish masalasida borganimda qon guruhim to'g'ri keldi-yu, lekin qon bilan bemorning qonini o'zaro kirishishni qanaqadir jipslash masalasi bo'lar ekan, o'sha holatga to'g'ri kelmay qoldi. To'g'rirog'i juda ayanchli holatda qon qidirgan joyimiz bo'ldi. O'shani donor qidirib topish juda qiyin bo'lganligida keyin ta'sir qildiki, shuncha donorlar kamligi va qonning topilishi biroz qiyinligi, o'sha aynan guruhi mos keladigan tarafini topish qiyinligini his qilganimdan keyin bildimki, donorlik juda ham kerakli narsa ekanligini, buni ham ko'proq targ'ib qilish kerakligini, kerak bo'lsa maktablarda ham targ'ib qilib, chunki 18 yoshga to'lgungacha bo'lgan davrda sog'lom bo'lib borsa, donorlarimiz shakllanishi va ko'payishiga zamin yaratgan bo'lardi. O'shaning uchun oilada ham ko'proq e'tibor berardi, oilada ko'proq e'tibor qaratgan ma'qulroqmi ham deb qo'shimcha qilmoqchi edim. Albatta, biz ko'p an'analarni oiladan olamizda. Donorlarimiz farzandlarini birgalikda yetaklab borib, shu markazlarda o'zlari qon topshirayotganlarini ko'rsalar ham, farzandlarda ham mana shu ilinj bo'ladi. Biz bugun Minbar tok-shousida qadrli yurtdoshlarimiz O'zbekistonda donorlikni rivojlanishi va qon topshirish nima uchun muhim ekanligi haqida gaplashyapmiz. Balki siz ertadan boshlab faxriy donorlar safini kengayishiga o'z hissangizni qo'sharsiz. Qadrli yurtdoshlarimiz, siz bilan xayrlashamiz. Yana muhim mavzularda Minbarda uchrashguncha omon bo'ling.